Saudiya Arabistonida shu ko'chalarda axlat yig'ishtirib yuradigan, ko'chalarni tozalab yuradigan bir ishchini ijtimoiy eksperiment qilib sinab ko'rishdi. Unga mashinamdagi axlatni ham olib borib tashlab yubor deb iltimos qildi va axlat sumkalari, xaltalarning ichiga bir qutida tilla buyumlar, taqinchoqlar solishib qo'ydi. Axlat yig'ishtiradigan bola tillarni topib oldi axlatlar to'yatib va uni qo'yniga solib ehtiyotlab olib qo'ydi-da, axlat mashinaga o'sha yukini olib kelgan, mashinasi bilan axlatlarni olib kelgan odamni qidirishlikka tushdi. U maxsus shu tekshiruv uchun, sinash uchun qilgan odam edi. Yana bir narsa qolib ketgandek qaytib keldi, bir narsa olib kelgandek bo'lib. Shunda boyagi yigit kelib, mana bu qutining ichida tilla bor ekan, topib oldim deb qaytarib berdi. Shunda u aytdiki, "Yo'q, bu meniki emas. Men ham ko'chamizdagi axlatlarni yig'ishtirib kelgandim. Ikkamiz bo'lib olamiz" dedi. Bu yigit aytdi, "Yo'q, bu harom. Men Allohdan qo'rqaman. Sen o'sha ko'changni aylanib egasiga bergin buni. Egasini topib ber" dedi. Bu eksperimentni o'tkazayotgan, sinovni o'tkazayotgan kishi, "Yo'q, meniki emas, ikkamiz bo'lib olamiz" deb bolani chalg'itdi. Yana sen kambag'al ekansan, uylansang kerak. Shu mahal yana bitta shu eksperiment qatnashchisi xuddi shu tillarning egasidek bo'lib kelib, bizni uyimizdan axlat idishlarni olib chiqqanda, xaltalarni olib chiqqanda ichida tilla buyumlarimiz ham ketib qolibdi, ko'rmadinglarmi deb kelib so'randi. Shunda narigi axlatni olib kelgan kishi, "Yo'q, ko'rmadik" deb yolg'on gapirdi. Ya'ni qasddan bular shu bolani sinashyapti-da endi. Shunda bu bola, "Ko'rdik-ku, mana hozir senga berdim-ku, ber birovni tillasini. Birovning omonatini ber" deb juda janjal qilib yurib olib berdi egasiga. Olib bergandan keyin oxirida "Biz seni sinagan edik. Shunaqangi bir eksperiment qiluvdik" deb mana urushib yurib buni tillalarni olib berdi. Bu rahmat olib aytib ketgan bo'ldi. "Nima unaqa qilding, bo'lib olardik-ku" deb aytib, oxirida "Biz seni sinayotgandik. Mana seni o ikkita mashinada kamera olyapti" deb atlarini so'rab, qayerda ishlashini bilib, nima qilib ketishdi. Oradan bir qancha kun o'tib, bir haftalarcha o'tib, o'sha sinov o'tkazganlar o'ziga shu bolani shu ko'cha supuradigan, axlatlarni tozalaydiganlarning ishxonasiga borib, u yerda o'zlarini tanishtirishib, senga mukofotlar berishmoqchi ekanligini aytishdi. Bola esa, "Yo'q, menga Allohning huzuridan beriladigan mukofot kifoya. Bu halollik, men boshqa dunyoviy narsa, dunyodan ya'ni bir narsa umid qilib halollik qilayotganim yo'q. Alloh taoloning huzuridan mukofot umidida men shunday qilib o'zimni shunday halol, pokiza tutyapman. Menga Allohdan beriladigan mukofotni o'zi kifoya" deb shunday deydi. Yani bundan keyin bular o'sha bolaning ishxonasiga borib, rahbarlariga aytib, "Bu mana shunaqangi bir yaxshi ish qildi" deyishdi va mana bir haftadan keyin o'sha axlat supuradigan, ko'cha supuradiganlarning ishxonasiga kelishdi va bolani aytib chaqirishib, "Mana sizlarni birodaringlar shunaqa yaxshi ish qildi. Bu kishiga endi albatta har qanday sinovda orqasidan mukofot bo'ladi. Biz mukofotlarimizni beramiz" deb bolaga yangi bir nima hadya qilishdi, ya'ni mototsikl hadya qilishdi. Demak, u bolaga beriladigan, u yigitga beriladigan mukofotni birinchisi mana bu mototsikl bo'ldi. Keyin savol so'radiki, "Sen unashtirilganmisan, uylanmoqchimisan?" dedi. "Unashtirilganman" dedi. Bilasizlar, Saudiya Arabistonida mahr, kelinga beriladigan mahr qimmat bo'ladi. "Xo'p, nech pul mahr bermoqchisan, beradigan bo'lgansan kelinga?" dedi. 700 ming dedi. Shunda haligi sinov o'tkazgan so'mkasidan 700 ming riyalni chiqarib, "Mana 700 ming riyal kelinga mahrga senga" dedi. Va yana aytdiki, "Endi sen to'yni qayerda o'tkazasan? Uying bormi?" "Uyim bor." "Mana bu 300 ming to'yingga o'tkazib olgani" deb yana 300 ming mukofot berdi-da, "Endi mana shu seni ishxonangdagilar hammasi billa mehmon bo'ladi. Seni to'yini munosabat bilan har bitta seni hamkasbingga 20 ming riyaldan hadya qilamiz" deb o'sha bola bilan ishlaganlarning hammasiga 20 ming riyaldan berildi.